o'rtoqlar menga pul tashab bergan bolani topdim. Hozir ko'rishga keldim. Mana olmang faqat. Mana olmang. Yo'q, men sizni olishim kerak. Hamma qiziqyapti. Yo'q. Voy, to'xting. Adashib tashlab yubormadingizmi pulni? Ne adashaman. Bu eng kichkina sovg'am, qarang. Siz anchadan beri kuzatib kelamiz. Shunga bundan ham kattaroq sovg'am bor. Ertaga o'tkazsangiz sizga shu sovg'ani nomingizga. Qanaqa sovg'a? Nomimgami? Ha. Nimani o'tkazasiz? Nomingizga o'tkazamiz, sizga topshiraman. Shu uy. Uy? Ha, endi kichkinaroq uy. Bunaqa joy mali emas. Sizga shu uyni bermoqchiman, chin dildan. Keyin ota-onangiz haydab yubormaydimi uyingizdan? Yo'q, men qaydida. Men o'zim topgan pulga olib beraman. Nechinchi yilsiz o'zi? 2007. 2007? Faqat nima qilmang. 2007 siz millioner bo'lasizmi yoki yo'q, o'zim qarang topaman. O'zim trade qilaman. Shundan topaman. O'zim topgan pul hech qanaqa nimasi bo'lmaydi. Prosta shu narsani oling, chin dildan men sizga bermoqchi bo'ldim, to'g'risi. Yo'q, uyingiz kerak emas, lekin tradinglar ko'p pul topadi deganga ishonmagandim. Lekin uyingiz kerak emas, rahmat kattakon. Xohlasangiz pulingizni ham qaytarib beraman. Yo'q, pulim kerak emas. Sizga mana shu narsani chin dildan bermoqchiman. Unaqa qilmang, sizga mana shu narsani bermoqchiman, realni. Yo'q, kerak emas, mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Kamera uchun, boshqa narsa uchun aytmayman. Yo'q, shart emas, rahmat. Bo'ldi, men ketaman uyga, taksi chaqirdim, rahmat.